Barchangizga assalomu alaykum. Cheksiz kosmik makon insoniyat uchun tushunarsiz va chiroyli bo'lgan Alloh mo'jizasidir. U qadim zamonlardan buyon o'zining go'zalligi va sirliligi bilan insoniyatni o'ziga jalb qiladi. Hech kimga sir emas, koinot yozuvchilar va kino ijodkorlari uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Undagi sodir bo'layotgan jarayonlarga mantiqiy javob topish esa nafaqat olimlarning, balki ko'pgina insonlarning ongini tashvishga soladi. Shuning uchun bugun ko'plab uzfak tomoshabinlarning talabiga binoan dasturimizni koinotning ajoyib va sirli faktlariga bag'ishlaymiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Bir qarashda Yer sayyorasining chegarasi qayerda tugashi va kosmik fazoning boshlanishi muhim emasga o'xshaydi. Ammo bu chegara balandligi bo'yicha tortishuvlar deyarli bir asr davomida to'xtamay kelgan. Biroq kanadalik olimlarga 2019-yilda deyarli 2 yil davomida katta miqdordagi ma'lumotlarni sinchiklovlik bilan o'rganish va sintez qilish natijasida olgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, kosmos 118 kilometr balandlikdan boshlanishini e'lon qilishga imkon berdi. Kosmos bilan chegara chizig'ini doimo o'ta siyrak havo qatlam darajasi asos qilib olingan va bundan oldin atmosfera va kosmos o'rtasidagi norasmiy ravishda tan olingan chegara Karman chizig'i deb hisoblangan. U 100 kilometrlik belgi bo'ylab o'tadi. Aynan o'sha yerda havo zichligi shu qadar pastki, kosmik qurilmalar Yerga tushishni oldini olish uchun birinchi kosmik tezlikda harakatlana oladi. Ammo atmosferaning siyrak havo darajasi kosmik chegarani belgilaydigan yagona parametr bo'la olmaydi. Bundan tashqari, quruqlikdagi havo 100 kilometr balandlikda tugamaydi. Shu sababli kanadalik tadqiqotchilar bu savolga javob topish uchun boshqa yo'lni bosib o'tdilar va atmosfera shamollarining ta'siri tugaydigan chegarani dengiz sathidan 118 kilometr balandlikda o'rnatdilar. Biroq bu chegarani ushbu balandlikda cheklangan deb ta'kidlash noto'g'ri deganlar ham oz emas. Chunki o'z navbatida 21 million kilometr balandlikni haqiqiy kosmos deb hisoblaydiganlar ham haqdir. Aynan o'sha yerdan Yerning tortishish maydonining ta'siri deyarli yo'qoladi. Biz hammamiz yer yuzidagi kunga odatlanib qolganmiz. Unda 24 soat mavjud. Ammo qo'shni sayyoralarda yoki boshqa yulduz tizimlarida va galaktikalarda vaqt butunlay boshqacha tarzda oqadi. Bizga yaqin bo'lgan Venerada bir sutka taxminan 7 oy davom etadi. Marsda esa bir kun biznikidan atigi 39 minut farq qiladi. Merkuriyda esa vaqt odam uchun g'ayritabiiy tarzda o'tadi. Uning bir sutkasi bizning 88 kunimizga teng, lekin sayyoraning yili faqat 1,5 Merkuriy kuni davom etadi. Albatta buning juda oson izohi bor, chunki sayyoralar Quyosh va o'zlarining o'qi atrofida turli tezliklarda aylanadi hamda ana shunday vaqt farqini hosil qiladi. Shuningdek, vaqt tortishish kuchi, ya'ni gravitatsiya hamda tezlik sababli ham boshqacha oqishi mumkin. Gravitatsion maydon qanchalik kuchli bo'lsa, vaqt shunchalik sekinlashadi. Tezlik qanchalik yuqori bo'lsa, vaqt ham shunchalik sekinlasha boshlaydi. Ushbu hodisalar Christopher Nolanning Interstellar filmida tasvirlangan. Qahramonlar Miller sayyorasiga yetib borganda, ular uchun 1 soat 7 yer yiliga teng edi. Sayyorada 3 soatdan biroz ko'proq vaqt o'tkazgach, kosmik kemaga qaytgan astronavtlar o'zlarining qaytishini 23 yildan beri kutib o'tirgan va allaqachon sochlari oqarib ketgan hamkasbini topadilar. Nazariy jihatdan deyarli xuddi shu narsa hayotda ham sodir bo'lishi kerak. Misol uchun, Xalqaro kosmik stansiyasidagi astronavtlar uchun vaqt Yerga nisbatan biroz boshqacha o'tadi. Axir ular Yerning tortishish ta'siridan uzoqroqda joylashgan hamda Yer orbitasida ulkan tezlikda harakatlanadi. Xalqaro kosmik stansiyasiga Yerning tortishish maydonining ta'siri kamroq bo'lganligi sababli undagi bir kun 0,100 milliondan 354 sekundga tezroq o'tadi. Stansiyaning yuqori tezligida harakatlanayotgandan kelib chiqadigan vaqtning pasayishi esa kuniga -0,100 mingdan 3 soniyani tashkil qiladi. Ikki qiymatni qo'shib, vaqtni mana bu soniyaga sekinlashishini ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, Xalqaro kosmik stansiyasida yashash hayotingizni boshqa odamlarga nisbatan uzayishining eng yaxshi usuli emas. Axir umringizga bor yo'g'i 1 soniyani yutib olishingiz uchun siz orbitada taxminan 100 yil sarflashingiz kerak bo'ladi.
Gravitatsiyaning va tezlikning vaqtga ta'siri haqida birinchi marta Albert Einstein 1907-yilda maxsus nisbiylik nazariyasi doirasidagi tezlashtirilgan tizim hisoblarida yozib o'tgan. Birinchi marta kosmik parvozni Yuriy Gagarin 1961-yilda amalga oshirgan. Ko'pchilik aynan shu odamni birinchi bo'lib ochiq kosmosda, ya'ni kemadan tashqarida parvoz qilgan odam deb o'ylashadi. Ammo bu unday emas. Ochiq kosmosga chiqish amaliyoti 4 yildan so'ng sodir bo'lgan. 1965-yil 18-martda sovet kosmonavti Aleksey Leonov buni amalga oshirdi. U kema tashqarisida 12 daqiqa bo'lib, ushbu vaqt davomida u ajoyib kosmik kuzatuvlarni olib borgan. So'ng esa skafandrning nosozliklari tufayli o'ta katta qiyinchiliklar bilan yana kemaga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Ushbu voqealar haqida ko'proq ma'lumotni birinchilar vaqti, ya'ni Время первых filmidan ko'rib olishingiz mumkin. Albatta, filmdagi asosiy voqealarda hayotdagidan juda ko'p farqlari mavjud, ammo ular voqeaning butun mohiyatini ko'rsatadigan asosiy voqealarga ta'sir qilmaydi. Umuman olganda, kosmik mavzusiga qiziqqan har bir kishiga bu filmni men tavsiya qilaman. Ko'p yillar odamzod Mars sayyorasini o'lik sayyora deb hisoblagan. Chunki 2019-yilgacha Marsda silkinishlar bo'lganligi to'g'risida dalillar mavjud emas edi. Mars tektonik plitalarning geologik faolligisiz va magnit maydonisiz deb taxmin qilingan. Biroq NASAning InSight kosmik qurilmasining ma'lumotlariga ko'ra, qizil sayyorada 2019-yil noyabr va 2019-yil aprel oylari orasida qurilmaga o'rnatilgan seysmometr yer silkinishlariga o'xshash signallarni qayd etdi. Bu Marsning hali ham geologik faolligini isbotlaydi va bu bizning kelajakdagi sayohatlarimiz uchun juda katta ahamiyatga ega. ...2004-yilda astronomlar 55 Raka A yulduzining tizimida joylashgan ajoyib sayyorani topishga muvaffaq bo'lishdi. Olimlarni qiziqtirib qo'ygan narsa shunday ediki, bu sayyora deyarli butunlay uglerodlardan tashkil topgan. Ya'ni sayyora tarkibining katta qismi grafit va olmoslarni o'z ichiga oladi. Xususan, olmos ta'kidlanishicha sayyoraning 3 dan 1 qismini tashkil qiladi. Xuddi shu yili dunyodagi eng nufuzli va taniqli iqtisodiy va moliyaviy nashrlardan biri Forbes sayyoraning qiymatini hisob-kitob qilib 26,9 nonillion dollarga baholadi. Kosmik me'yorlarga ko'ra ulkan olmos Yerdan 40 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Sayyora sirtining harorati 2148 darajaga yetadi. Uning yulduz atrofidagi aylanish tezligi shunchalik tezki, sayyoraning 1 yili bizning 18 soatimizga teng ekan. Shuningdek, olimlar Yansenning bir tomoni eritilgan holatda va undagi uglerod lava ko'rinishida ekanligini aniqladilar. Kosmosda tovushlar yo'qligini bilarmidingiz? Inson kosmosda baqira oladimi? Yo'q. Odam qo'rqqandan ham, zavqdan ham, shunchaki ham baqira olmaydi. Ochiq va umuman havosiz bo'shliqda tovushlar tarqalmaydi. Ya'ni kosmosda tovush chiqarish yoki eshitishning iloji yo'q. Shuning uchun hattoki eng kuchli galaksik portlashlar ham u yerda to'liq sukunatda sodir bo'ladi. Bilasizmi, Yerdagi eng shovqinsiz joy Orfield laboratoriyasidagi aks sadosiz kamerasi hisoblanadi. U 99,99% gacha tovushlarni yuta oladi. Bugungi kunda ushbu laboratoriyada turli xil tadqiqotlar va sinovlar o'tkazilmoqda. Ushbu izolyatsiya qilingan joyda NASA mutaxassislari kelajakdagi kosmonavtlarni sinovdan o'tkazishadi. Chunki kosmos sharoitlarida ishlash qiyin. Ovozli vakuumda tayyorgarliksiz insonning bir necha daqiqada vahimasi qo'zg'aydi va turli xil eshitish gallyutsinatsiyasini keltirib chiqaradi. Yana shuni ta'kidlab o'tish joizki, ayrim manbalarda kosmik tovushlar iborasi qo'llaniladi. Unda vakuum bo'ylab taralayotgan elektromagnit to'lqinlar haqida gap boradi. Inson ularni eshita olmaydi hamda sezmaydi. Ularni faqat maxsus moslamalar yordamida tutib, biz eshitishimiz mumkin bo'lgan tovushga aylantirilgan holda uzatiladi. Misol uchun, Mars sayyorasining elektromagnit tovushlarini eshitib ko'ring.
Siz ushbu videoni tomosha qilayotgan vaqtda sayyoramiz bir necha ming kilometr masofani bosib o'tishga ulgurdi. Ma'lumki, koinotda barcha jismlar o'z trayektoriyalari yoki orbitalari bo'ylab harakatlanadi. Misol uchun, Yer Quyosh atrofida soatiga 108 ming kilometr tezlikda harakatlanadi. Quyosh tizimi esa Somon yo'li galaktikasining markazida joylashgan ulkan qora tuynuk atrofida soatiga 828 ming kilometr tezlikda aylanadi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, bizning Quyosh tizimimiz Somon yo'li orbitasini bir marta aylanib chiqishi uchun 230 million yil talab etiladi. Bunday to'liq aylanish galaktik inqilob yoki galaktik yil deb nomlanadi. Quyidagi ma'lumotlar orqali galaktikamizning qanday o'lchamda ekanligini tasavvur qiling. Sayyoramiz yaratilgandan buyon bunday galaktik aylanishlarni 18 marta amalga oshirgan. Shunday qilib, bizning kichik sayyoramiz Quyosh tizimi atrofida, u esa boshqa yulduzlarga qo'shilib Somon yo'li galaktikasi atrofida aylanib kelmoqda. Somon yo'li galaktikasi esa o'z navbatida kengayib borayotgan koinot ummonida soatiga 552 kilometr tezlik bilan harakatlanib bormoqda. Shuning uchun sizga hech narsa sodir bo'lmayotgandek va dunyo to'xtab qolgandek tuyulganda, shunchaki kechki osmonga nazar solib, bu haqiqatni eslang.